Assalomu alaykum xalqim. Hayotlarimiz davomida bizlarga kerakli bo'lgan mahsulotlar bilasizlar-ku. Bu ham bo'lsa un bo'ladi. Bilasizlar, uni yo'q, xonadon bo'lmasa kerak. Men sizlarga tavsiyam, shuning premium klassdagi toza oppoq unlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Doritalning to'g'risindagi un markazi Pioneer oliy navli un degan do'konga kelaverasizlar. Bu yerda savdoni 3 xil turda amalga oshirsanizlar bo'ladi. Naqd pulda, plastikda, xolosingizda pul o'tirish usullari bilan savdoni amalga oshirsanizlar bo'ladi. Bundan tashqari bizlar bilan shartnoma qilib ishlatib turgan bir ikki nonvoyxonalar bor, pichonnichi do'konlar bor, pichonni pishiradigan, tort pishiradigan do'konlarim bor. Kelib turib, shu yerdan premium klassdagi unlarni xarid mumkin. Adresimiz Doritalning to'g'risindagi un markazi bo'ladi. Bu yerda un do'konlar to'li. Bilasizlar, ko'p unlar ichi qurtlab, toza issida bilasizlar, qurt chiqadi, boshqa chiqadi. Bu yerda toza keladi, toza savdo amalga oshadi. Bu yerda unlarimizni har